Birinchi Renessans umumiy tasvirlangan, ya'ni undagi bobo kalonlarimiz ilm izlanayotgan jarayonlari va orqadagi imoratlar, Ismoil Somoniy maqbarasi ko'rib turishingiz mumkin. Hop, keyingi ikkinchi ravog'imizda 8-13 asrlar umumiy jamlangan bu yerda. Kalonimiz Baytul Hikmaning direktori bo'lib faoliyat olib borgan, algebra va algoritm atamalarining asoschisi hisoblanadi. O'nlik sanoq sistemasining ham asoschisi va nolni yaratgan buyuk bobo kalonimiz bo'ladi. Keyingisida Ahmad Farg'oniy Nilning bo'yida, Nil daryosining bo'yida Nilometr uskunasini ixtiro qiladi. Ya'ni u Nilometr undan oldin ham mavjud bo'lgan, u shunchaki Nilometrni takomillashtiradi va u takomillashtirgan Nilometr 1972-yilgacha Misrda faoliyat olib boradi. Hop, keyingisida buyuk olimlarimiz, muhaddis olimlarimiz Imom Termiziy va Imom Buxoriy tasvirlangan. Chap tomondagi Imom Buxoriy, o'ng tomondagi Imom Termiziy. Ular musulmon olamida eng mashhur asarlarni, ya'ni Qur'ondan keyingi o'rinda turuvchi Sahih Buxoriy va Sunan Termiziy asarlari bilan juda ham mashhur. Hop, keyingisida esa Ibn Sino tasvirlangan. U G'arbda Avitsina nomi bilan mashhur bo'ladi va shuningdek tibbiyot sohasiga juda ham katta hissa qo'shgan. G'arbda uning o'sha kitobidan, ya'ni tib qonunlar kitobidan 5 asrdan ko'p universitetda foydalanishadi. Hop, keyingisida esa Beruniy tasvirlangan. Beruniy nafaqat bitta fanni o'rgangan, u qomusiy olim hisoblangan. U geografiya, astronomiya, matematika kabi ko'plab fanlarni o'rgangan va Yerning ilk yarim shar ko'rinishidagi globusini yaratgan 995-yilda va hali Christopher Kolumb Amerika qit'asini ochishdan oldin u nazariy jihatdan o'sha Amerika qit'asini kashf qilgan. Hop, keyingisida esa Jaloliddin Manguberdi va Temur Malik tasvirlangan. Ular nega tasvirlangan desak, ular birinchi Renessansning oxirgisi, ya'ni Mo'g'ullar istilosi bostirib kelgandan so'ng ta'limni, ma'rifatni saqlab qolish uchun umrining oxirigacha Mo'g'ullarga qarshi kurashgan buyuk bobo kalonimiz hisoblanadi. 8-ravog'imizda Amir Temur tasvirlangan. Amir Temur nafaqat ikkinchi Renessans asoschisi, balki ilm, ma'rifat, fanning homiysi sifatida e'zozlab o'tiladi. Hop, keyingisida esa 3 tariqat asoschilari, chap tomonda Ahmad Yassaviy, o'ng tomonda Najmiddin Kubro, o'rtada Bahodir Naqshbandiy tasvirlangan. Keyingisida esa Mirzo Ulug'bek tasvirlangan va uning yonidagi shogirdi Al-Qushchi tasvirlangan. Buyuk astronom, olim hisoblanadi. Keyingisida esa Bobur, ya'ni 1526-yilda Ibrohim Lodiyga qarshi Panipat jangida Bobur g'alaba qozonadi va Hindistonda o'z saltanatini tuzishga yo'l ochiladi. Va keyingisida Alisher Navoiy va rasm chizayotgan Kamoliddin Behzod hisoblanadi. Alisher Navoiyni turkiy adabiyotining otasi deb hisoblasak, Kamoliddin Behzodni buyuk rassom, miniaturist deb ta'kidlasak adashmagan bo'lamiz. Hop, keyingisida jadidlarimiz tasvirlangan. Jadidlarimiz 19-20-asrlarda Rus istilosi davrida Markaziy Osiyo aholisi uchun madaniyatni, ma'rifatni, ta'limni o'rgatish uchun, o'qitish uchun turli xil jadid maktablari, gazetalarni targ'ib qiladi. Ammo Sho'ro hukumati, Rossiya hukumati bunga qarshi chiqib, ko'plarini qatag'on qilib yuborishadi va oxirgi ravog'imizda ikkinchi Renessans obidalari, olimlari umumiy tafsirlangan. Hop, birinchi Renessans va ikkinchi Renessansning umumiy farqi, birinchi Renessans obidalariga e'tibor bersak, ular rangsiz, ya'ni oddiy bir xil rangda tasvirlangan va Temuriylar davriga kelib bu obidalarga moviy rang, turli xil boshqa ranglarda bezaklardan foydalanib juda ham keng foydalanishgan bu bezaklardan. Hurmatli mehmonlar,